İkinci bölüm 18. kısım. Soğuk bilezik. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarları grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik namlıq eserini anlatışını başlayımız. Üstümüzde tik uçar, etrafımızda bolsa harbiylar, saqchilar ve it görünüp turatdi. Muşundaq holatda tush vaqti yoki peshindan keyin bizning to'rt etrafimizda saqchilar qurolli holatda qorshab o'rmonlikqa kirdi. Biz o'ltirgan yerga kelib, qo'lingni ko'tar, birdan chiq deb buyruq qildi. Shuning bilan ular bizni yerga yotqizib, oyog'imizning yepi bilan qo'llarimizni keyniga qayrib bog'lab, o'rmonning sirtidagi bir o'ringa ilib chiqdi. Qarasak etrafimizda taxminan 700-800 dak odamlar bo'lib, ular saqchi, harbiy, muxbir va bizning tutilib qolganligimizni ko'rgil kelgan odamlar edi. Chunki biz qochgan chaqda qochganligimizni televizorda e'lon qilgan ekan. Bizni birdan tutib bog'ladi. 2-3 birodar orqa tarafda turgan bo'lib, ularga saqchi yoki harbiy o'q atgan ekan. O'q ovozidan 2 kishi to'xtab qilib tutilib qopdi. Bir birodar daraxt ustiga chiqib olib saqchidan qutulib qopdi. Afsus, o qarindishimizmi 24 kundan keyin yana tutilib qoldi. Buning tafsilotini keyin so'zlaymiz. Shunda qilib, ular bizni tutib, qo'llarimizni keyniga qilib bog'lab, o'rmonlikning sirtidagi bir maydonga elib chiqib rasmga tortdi. Biz yerda dumyat quzilgan, qo'llarimiz keyniga bog'langan holatda turdik. Biroz vaqtdan keyin emirgishning boshlig'i va bir qancha saqchi keldi. Ular bizni ko'rib bir nimalarni deb ketdi. Biz ularning gapini tushunmaydik. Emirgishning boshlig'i ko'ynikimning yoqasidan tutib, meni so'rab 20 metr yiroqlikqa opardi va meni tizlandirib, maydamga birni tepib, orqamga o'rvatdi. Tepib, dassab urib ketdi. U kapirning yonida yana 2 saqchi bor edi. Ularmi meni urib turishiga yana bir saqchi cho'ng bir tal xotir daftarini ko'tarib kelib, bu ularning boshlig'i emaskan dedi. Ondan bizning kiyimlarimizni berdi. Ertasi biz kiyimlarni yuyib, quritib, xaltaga silib, ismimizni yozib qaytarib berdik. Hem şu jarayonda pullarimizni ekilib, turma hisobotiga ma'lum miqdorda tegishli pullarni urib berdi. Bu turmadimi boshqa turmalarga o'xshash kichik bir do'kon bor bo'lib, turmadagi kishilarning ehtiyojiga qarata narsa kerak, meva-cheva bor edi. Endi biz bu turmaga yot emas edik. Qaysi vaqtda qaysi ishni qilishni asosan bilib bo'lgan edik. Tamoq yeyish, yuyinish, ibodat qilish qatorliq ishlarni o'z o'rnida qilib ketyotgandik. Bugun bizni sotga chaqiribdi. Turmada kichik bir uy bor bo'lib, bu uyga kompyuter o'rinlashtirilgan. Sot maydonidagi sotchi bilan kamera orqali ko'rishadigan ish ekan. Hammamiz bu kichik uyga jam bo'lgandan keyin tarjimonning yordamida sotchi kompyuterda ismimizni chaqirdi. Qaysimizning ismi chiqsa, qo'limizni ko'tarib ishorat qildik. Shunda qilib bugungi sot oxirlashdi. Bu turmaga kelgandan beri bu tunji sot edi. Vaqt sonini aniq bilmayman. Balki 18 kun bo'lgan bo'lishi mumkin. Hamma ishlarimiz har holda normal ketib boradi. Bugun bizdan 2-3 odamni saqchi chaqirib, emirgishin saqchisi kelibdi deb ular bilan ko'rishtirish uchun turma darvozasi yendiki bir uyga keldi. Men berib qarasam, burun biz emirgishinda turgan chaqda pul soldirish ishida bizga yaxshilik qilgan, nimani bo'lsin yomonlik qilmagan saqchi kelibdi. O mendan hiliqi daraxtga chiqib tutilmagan birodarning ishini so'rab, beshida shapka bormi yo'qmi? Qandoq shapka bor? Qandoq ishdan kiyib olgan? Rangi qandoq? Ustida qandoq kiyim bor? Tantarbiya kiyimimi yoki boshqa kiyimmi? Putidagi oyqicho, yenida pul bormi yo'qmi? Bo'z qanchalik pul bor degandek savollarni so'rgandan keyin men u do'stimdan ansirab qoldim. Agar yo'lni xato mengab Laosga o'tib qolsa, ular uni Xitoyga qaytarib o'tadi deb ko'p gaplarni qildi va bizning sotga chiqqan yoki chiqmaganimizni so'rdi. Men har savolga loyiqida javob berib, tuniga mush yerda kompyuter orqali sotchi bilan ko'rishdik dedim. O saqchi ko'p ansirmanglar. 3 oy yoki 6 oy uy kesidi. Pat fursatda turmadan chiqib ketsalar deb ketib qoldi. Boshqa birodarlardan ham shundoq savollarni so'rgan o'xshaydi. Biz bu savollarga qarab, u birodarni teq tutalmagan o'xshaydi. Bo'lmas bundoq savol so'rmaydi deb o'zaro deyishgan bo'ldik. Shundoq qilib bizning turma hayotimiz o'z yo'lida ketib boradi. Masalan, etigan 6da sirtga chiqsak, kechda 4 atrofida yotoqqa kiratdik. Mana shundoq qilib bir haftami o'tib ketdi. Bugun biz tutilib qolgan taxminan 26 kun bo'lsa kerak. Biz turayotgan rayondagi bir g'alcha "Eliq sening og'inang tutilib qopti" deydi. Biz o g'alchining gapiga ishonmagan bo'lsakmi,
yana bizda gumon tug'ilgan edi. Men turma darvoza tarafga pat-pat qarab qo'yatdim. Birozdan keyin heliqi birodarni rostdanla Bizbar rayonining ishxonasi oldiga akilib, birdam gap so'rgandan keyin Bizbar rayonga elib keldi. Biz ko'rashdik. Men yiniga berib ko'rsam, optop ko'yib to'ng'il bo'lmag'idek bo'lib ketibsizlar dedi. To'g'ri, men bek kuyib ketgan edim. Bizning kun nuriga bo'lgan ehtiyoj sababli sirtga chiqqanda 2-3 kun kun nuri yaxshi tushadigan yerga berib o'ltirg'achqa kuyib ketgan edim. Bu yerning kun nuri va issiqi bek yuqori bo'lib, yuyilgan kiyimlar 20 minut atrofida tamoman qurib bo'ladi. Shunda qilib u birodar tutilib biz turayotgan rayonga keldi. Biz yana 10 qarindosh jam bo'ldik. Kechlik tomoq vaqtida tomoq yegach u birodar bilan mungdashdik. Yataqqa kiradigan vaqt bo'lib qolg'achqa biz narsa keraklarimizni ratlab yataqqa kirdik. Biz ayrılğıl xeyli uzun bo'lg'achqa kecha mungdishib chiqdik. Endi men sizga u birodarning 24 kun tutilmay sirtda yurgan vaqtlardagi qiyin kunlardan esimda bor bo'lganlarini so'zlab beray. U birodar daraxt ustida turib, saqchilarning bizni yotqizib, qo'llarimizni kaynicha bog'lab elib manganligini ko'rib turibdi. U birodar kechasi yerga tushibdi. Kunduzi daraxt ustida 3 kunni o'tkazibdi. Yeydigan, ichadigan narsa yo'q. Oxiri 4-kuni poyez yo'liga tushib, Bangkok tarafni nishon qilib kunduz yo'shurun kechasi yo'l mengibdi. Ba'zi poyez yo'lda suv uchrabdi, ba'zi hech narsa yo'q. Shunda holatda bir daraxtning yenidan o'tib o'tib, daraxt ustiga qarasa papaya degan mevadan 6-7 tal bor ekan. Hammani olibdi. U meva to'ng bo'lg'achqa bek ochiq ekan. Ochlik azobi qiynaganda yemay nima amal. 2 talni bek ta'sir yapti. Shunda qilib poyez yo'lni bo'ylab och qo'rsoq ussiz holatda 50 kilometr yo'lni mengibdi. Yana kechasi yo'l mengibdi. Kunduz yo'shirinibdi. Och qo'rsoq kechida poyez yo'lda ketibsa, bir sulyav xalta uchrabdi. Tutib baqsa yumshoq narsa ekan. Atrof qorong'u, yemakchi bo'pti. Lekin tang yo'rganda yeyishni o'ylab bir kech ko'tirib yuribdi. Tang yo'rganda qarasa, kichik balning zakisi ekan. Mana qarang, shundoq jafoliq yo'l yurib, oxiri bir yerga kelib tomoq setib olib yeb, oz to'lib mag'dur paydo bo'lgandan keyin telefon setib olish uchun bozorga borganda saqchilar tarafidan bayqilib qilib, shu hamon atrofni qurshab tutyapti. Bu faqat jafo mushaqqatlarning ozg'ini bir qismi. Shunda qilib biz 10 qarindosh qayta jam bo'lib, turma ishida normal ishlarimizni davom qilib o'tatdik. Har 12 kunda bir sotqa chiqib turatdik. Xiyolimizda bizga 3 oy yoki 6 oy uy kesudi deb o'ylab yurdik. Bugunmi odatdagidek sirtqa chiqib taxminan 2 soat vaqt o'tgandan keyin saqchi bizga tomoqlarni yeb tayyor bo'linglar, sotqa borsizlar deydi. Sotchi bilan mush yerda ko'rishamdoq desak, yo'q, sotxonaga borsizlar. Bugun sizlarga uy kesudi deydi. Biz etganlik tomoqni 8 da yegan edik. Texi bizga sotqa borg'ili 6 kun bo'lgan edi. Normalda 12 kunda bir sotqa bordigan tursak, bu qandoq gap? Bu qandoq gap deb tarjimon bilan ko'rishdik. Tarjimonmi sotqa borsizlar deydi. Biz tomoqimizni yeb tayyor bo'ldik. Bizni chaqirib, turmadagilarning putuq zanjir soldigan o'ringa akilib, putimizga zanjir silib qo'ydi. Boshqa turmada putqa zanjir solgandan keyin suvarka qilmaydi. Lekin bu turmada zanjir silib ekkan xalq to'mirni suvarka qildi ekan. Biz putimiz ko'ydi, unda qilmanglar desak, ko'ymaydi deb halqining va pochoqning ichiga yeshiq qistirib suvarka qildi va qizg'an yerga suv qo'yib qo'ydi. O'z ko'zi bilan ko'rmagan odamga har qancha tasvirlasakmi bilmaydi. O't chachirab tursa qo'rqmay turg'il bo'lamdi. Putim ko'yib qolamo deb menma ansirdim. Lekin bu go'ylar davomli shunda qilg'achqa usti bo'lib ketibdi. Putimga zanjirlar silindi. Bir ozdan keyin sotqa odam opirdigan mashina bizni silib elib mangdi. Qanchalik vaqt mang'inimiz esimda yo'q. Birdamdan sotxonaga keldik. Bizni sot rayonining ichidagi kichik bir uyga solab qo'ydi. U yerda xeyli uzun turgandan keyin sotqa chiqdik. Sotxonani 1-2 soat saqlab turgandan keyin sotchi bilan bir tarjimon qiz keldi. Sotchi bizga e'lon qilgan hukmni tarjimon orqali bildirdi. Bir birodari 20 oy, ikki birodari 24 oy, boshqa 6 odamga 18 oy uy kesdi. Hammamiz hayron qoldik. Chunki biz 5-6 oy uy kesudi deb o'ylab turg'achqa hayron qolmay tura olmadik. Biz tarjimonga nimishki bizga bundoq jiq uy kesudi deb so'rsak, u sizlarga 2 xil jinoyat ortildi. Birinchi hukumat mulkiga ziyon silish, ikkinchi turmadan qochish. Agar norozi bo'lsanglar, sotqa arz sunsanglar bo'ladi deydi. Biz birdan maslahatlashdik. Hukmga rozi bo'lib qo'l qo'ymizmi yoki norozilik arzi sunimizmi deb. Aramizdan bir birodar burun turgan turmadan norozilik arzi sunganlarning jazo muddatini ko'paytirib qo'ydi dedi. Shuning bilan hukmga rozi bo'lib qo'l qo'ydik.
Lekin bundaq jiq uy kesilganimizga yana ishongimiz kelmaydi. Biz pastga tushib, heliqi kichik kamerada saqlab turdik. Shu orliqda telefon orqali Turkiyadagi odamlarga bo'lgan ishlarni aytib qo'ydik. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat.